Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy, ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy, ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy, ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda.
Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy, ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy, ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy, ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda.
Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda.
Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda.
Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda.
Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Zamonaviy Sharq universitetida malakali professor-o'qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Har bir talabaning intellektual salohiyatidan kelib chiqib, turli xalqaro grantlar va mahalliy dasturlarga yo'naltiriladi. Bugungi kunda universitetimiz Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Indoneziya, Shimoliy Kipr, Malayziya, Janubiy Koreya, Rossiya, Belorussiya, Chexiya kabi davlatlarning 30 dan ortiq universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qancha qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalar almashinuvini amalga oshirmoqda. Sharq universitetida zamonaviy ta'lim bilan bir qatorda talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda bir qancha sport, ma'naviy-ma'rifiy va fan to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetda faol talabalar uchun Sharq stipendiyasi, universitet granti, iqtidorli talaba, universitet malikasi kabi tanlovlar tashkil etilgan bo'lib, talabalar muntazam rag'batlantirib borilmoqda.